Bo'ydoq Pro Max Ultra'dan master class. Hozir sizlarga men ikkita pomidordan zo'r ovqat qilib beraman. Shuni qiladigan bitta xotin bo'lsa, dangasaligiga qarab o'tirmasdan uylanardim. Men ham uylanardim shu ovqat qiladigan qiz bo'lsa. Laqti bosing, ovqatni boshladik. 8 ta pomidorni 100 ming so'mga oldim. Kerak yangi ukaxonim o'ynab qatig'i chelakka desa bo'lam, o'zi nima bo'ldi, nima bo'lasizlar? Qatig'imi, kefirmi? Kommentariyga yozib ketinglar. Bizga kerak bolgarskiy pomidor sir. Qo'lda pichoqga oldik, ovqatni boshladik. Pomidorlar mayda-mayda qilib to'g'ri olamiz. Shunaqa holatga keladi keyin. Sandanam, mandanam, undanam, bundanam, bizdanam, zo'rdanam qolar bu dunyo. Qo'shilishda ovqatni boshladik. Keyin ichiga pomidor soldik, pomidor. O'ta ham rozg'orib bola bo'lyapman o'zi ham. Bunaqa narsada pomidorlar ezib tashladim keyin tir-tir etib. Uyda tuxum tugab qoldi. Keyin she'rli uyga chiqdim. Bitta tuxumingizdan bering desam, 4 ta tuxum berdi yaxshi. Mana qilib aylantiramiz. Qozon tuxumiga solib aylantiramiz. Keyin ichiga sir solamiz. Sirmi, sirmi, bilmadim. Bu poletalanlarda eng yaxshi qilgan ovqat ekan. Bo'ydoq Pro Max Ultra lippi ovqat qoryapti hozirgi kunda. Manilar chachoribman, chachib. Ammo hidi ishtahani ochyapti-yu. Bunaqa ukrop-ukropdan soldim. Ovqat pishdi, ishtaha ochigan bo'lsa kelaverasizlar. Voh, hidi ham zo'r, yeb ko'ramiz. Bismillahirrahmanirrahim. Yaxshi bor. Hozir yeb ko'rlar. Matras qo'ying, lekin